to'rtta joyga Dajjol kira olmas ekan. Makkaga kira olmas ekan. Sababi u yerda Allohning bayti bor. 3 saf farishtalar qo'rg'on qilib Makkani himoya qilishar ekan. Dajjolni kirgani qo'ymaydi. Ikkinchisi Madinaga kira olmaydi. U yerni ham 3 saf farishtalar qurshov qilib Madinani himoya qiladi. Sabab u yerda Rasululloh yotibdilar. 10 mingdan oshiq sahobiylar yotibdi. Uchinchisi Quddusga kira olmaydi. U yerda Aqso masjidi bor. To'rtinchisi Tur tog'iga bora olmas ekan. Misrni Sinay yarim orolida Tur tog'i bor. U yerda nima bor? Hech narsa yo'q. Quruq tosh, tog'. Nima mo'tabarligi bor? Nega Dajjol kira olmaydi? Nega u yerni farishtalar qurshov qilib Dajjolni qadamini kirgani qo'ymaydi? U yerda nazar bor. Robbim menga jamolingni ko'rsat dedilar. Kim? Musa alayhissalom. Nazar tushgan. Nazar tushgan joyga yomonlik yetmaydi azizlar. Nazar toping. Yurtni, xalqni, elni nazarini toping. Yomonlikka giriftor bo'lmaysiz.